masla. Masla. Mashina sotilyaptimi? Ya ukam, bu mashina emas, qop-qora raketa-ku bu. Mashina masla. Holati ideal. Har joyga haydagan. Ishonmasligini bilardim. Sen o'rgating bunga. Ishda uydan ishga haydaganmi? Tamam, o'tiring. Eng qizig'i, bu mashina zavodda direktor uchun maxsus yig'ilgan. Koreyskiy ziporka. Endi oshirib yubordingiz. Ha, yana ishonmasligini bilardim. Muhandis janoblari, o'zi bir nima deydi bunga? Zavod direktori uchun maxsus yasalgan pul kerak bo'lib qoldi, shunga sotib yubordik. Tamam, o'tiring. Uka, starasi sig'ib bor ekansan. 15 ming demayman, 13 mingga berib yuboraman. Sal qimmatroq-ku. Ya, Gladiator kinosini ko'rganmisan? Ko'rganman. Ha, o'tda nima? Ikkita o'g'il taqtalashganda bo'lasanmi? Ular otasidan qolgan qora jentr uchun urushgan. Men senga tayyor berib yuboraman-ku. Do'da, mashinani olamizmi? Mashina yaxshi ekan. Usta ko'rsan bitta. Ha bo'ladi. Mashina dumalagan. Menga qara uka, mashinani ko'rib berganingga necha pul beryapti bular? $100. Men senga 100 dollar qo'shib beraman. Ha, shu mashinani maqta o'tkazib yuboraylik. $100 ga vijdonni sotadi deb o'ylayapsizmi? Bo'pti, 100 ming so'm qo'shib yubordim. 100 ming? Doda, mashina masli ekan, bozoravering. Barakasini bersin. Stol dumalagan jentran zo'r sotib yubordingiz. Hali bu mashina dumalaganmi? Chichvarding. Nima deding? Chichvarding deyapman. This shit that ice cold Michelle fight for that